Assalomu alaykum. Mana bugun bizga yana bir semizlikka murojaat qilib kelgan bemorimizda tekshiruvlar paytida qo'shimcha kasalliklar, ya'ni o't qopida tosh aniqlangan hamda mioma matka kasalligi aniqlandi. Bemorimizda yana kesir va operatsiyasidan keyingi qorin old devori churrasi ham bor. Hozir bemorimizda 4 etapda operatsiya o'tkaziladi, ya'ni oshqozon slip rezeksiyasi ozish uchun, yana mioma matkani olib tashlash, o't qopini olib tashlash operatsiyasi hamda qorin old devoridagi grijaga setka qo'yish amaliyotini bajaramiz. Hozir bemorimizda operatsiyamizni mana birinchi etapini yakunladik, kursida bo'ladi. Oshqozon slip rezeksiyasi o'z nihoyasiga yetdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Oshqozon mana shunaqa formada toraytiriladi.